Azizlarim, mehri qaynoq insonlarim, tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik maktublari yetib kelgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani, ketdik. Alo, assalomu alaykum. Assalom. Matlubaxon onajon va Rahimjon otalarning raqamlarimi? Ha, Yaxshimisiz, sog'monmisiz? alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ushbu go'zal damlarda siz bilan kutilmagan qo'ng'iroq tabriklar loyihasi orqali bog'lanyapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Nodira Begim bo'laman. Avvalo sizni bezovta qilib qo'ymadik degan umiddamiz. Ha, yo'q, bezovta qilmadingiz, rahmat. Onajonim, bugun bir yaqin insoningiz hayit ayyomi o'tib ketgan bo'lsa-da, sizni tabriklashni, qalbingizga iliqlik ulashni istabdilar. Kechikkan tabrik bo'lsa-da, bu samimiy tilaklarni mehr va hurmat bilan yo'llamoqdalar. Onajonim, nima deb o'ylaysiz? Bunday tabriknomalarni qaysi bir yaqin insoningiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Farzandlarim bo'lsa kerak. Albatta, qaysi birlari? Mohinur, Maftuna yoki kelinim Husnidaxon bo'lishi mumkin. Yana kim bo'lishi mumkin? O'g'lim Zokirjonmi? Albatta onajonim, sizni eng yaqin insonlaringizdan biri o'g'lingiz Zokirjon aka nomlaridan yetib kelgan ekan. Ota-onamni juda ham yaxshi ko'rishimni ayting deya yo'llagan ekanlar. Voy, rahmat katta, tanjonlari sog' bo'lsin ilohim. Ilohim, siz ham mana shunday yaqin insoningizni baxtiga, yaqinlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Rahmat katta, sizlarga ham sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Ilohim, o'g'lim Zokirjon tanjonlari sog' bo'lsin, qo'shganlari bilan qo'sha qarisin ilohim. Meni yo'qlabdi, ularni Alloh yo'qlasin. Ilohim, ruxsat bersangiz, o'g'lingiz nomidan yetib kelgan tabriknoma maktublarini Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Minnatdorman. Rahmat. Assalomu alaykum aziz va mehribon ota-onajonim. Avvalo sizlarni o'tib ketgan muborak hayit ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hayit kunlari sizlarni chiroyli so'zlar bilan tabriklashni, mehrimni bildirib, qalbingizni quvontirishni juda ham istagandim. Ammo vaqtida ulgura olmaganim uchun uzr so'rayman. Kech bo'lsa-da, bu samimiy tilaklarimni mehr bilan qabul qilasiz degan umiddaman. Sizlar mening hayotimdagi eng aziz, eng qadrli insonlarimsiz. Har bir qilgan mehnatingiz, bergan tarbiyangiz va menga ato etgan mehringiz uchun sizlardan cheksiz minnatdorman. Agar bilib bilmay ko'nglingizni og'ritgan bo'lsam, xafa qilgan bo'lsam uzr so'rayman. Sizlarning roziligingiz men uchun eng katta boylik. Alloh sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, qalb xotirjamligi va fayz va baraka ato etsin. Har doim yuzlaringizdan tabassum arimasin. Xonadonimizdan quvonch va nur aslo ketmasin. Sizlarni cheksiz yaxshi ko'raman. Mo'minni sevdirgan mehr muborak. Sinovda as qotgan sabr muborak. Bundanda ajoyib, bundanda go'zal. Ming bayramdan aziz hayit muborak. Allohning rahmati bir sizga bo'lsin. Umringiz islomning nuriga to'lsin. Shukr kim yetkazdi ulug' kunlarga. Ushbu hayit ayyomi muborak bo'lsin. Bizni sevganni sevdik, sevmaganni kechirdik. Qalbimizdan adovat hamda hasad o'chirdik. G'amimiz iymon bo'ldi, yo'limiz Qur'on bo'ldi. Dushman bilib shaytonni, do'st deb bildik Rahmonni.
birodarim, ishonchim, qadrdonim, quvonchim, sizga sog'inchim bo'lak, hayit ayyomingiz bo'lsin muborak deya mana shunday go'zal tabriknoma maktublarini siz tomon yo'llagan ekanlar. Rahmat katta, tan jonlari sog' bo'lsin ilohim. Ilohim farzandlaridan bundan ham chiroyli bo'lib qaytsin bularga ham. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat katta. Rosa kutmagan edim, suyundim rosa. Kayfiyatingizni ko'tara olgan bo'lsalar biz bundan mamnunmiz. Onajonim, ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, yaqin insonlaringiz uchun bir chiroyli duo qilib bersangiz. Ilohim amin, ilohim amin. Ilohim farzandlarim, qizlarim, o'g'lim, kelinim emas, qizlarim qatorida qizim, kelinim. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin ilohim. Qo'shganlari bilan qo'sha qarisin. Ilohim bundan ham chiroyli kunlar ko'rsin. Hammasiga ming marta rahmat. Rahmat, ming marta rozimiz, dadasi bilan birgalikda rozimiz bolalarimizdan. Tanjonlari sog' bo'lsin ilohim. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Mayli onajonim, sog' salomat bo'ling. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Ijodinglarga omad. Sizlarni ham hayit bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bunaqa hayit ilohim ko'pini ko'ringlar sizlar ham. Rahmat. Ijodinglarga omad. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz va baraka arimasin. Barcha samimiy tilaklarimiz siz uchun bo'ldi. Alloh panohida bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat katta, tanjoningiz sog' bo'lsin, sizga ham rahmat. Rahmat, sizga ham sog' bo'ling. Ushbu go'zal taronalarimiz siz uchun yangraydi. Marhamat. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamas siz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun haromda, quvonchga to'lingda, 80-90da yasharib yuringda. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Kechagi kun sira ertaga qaytmaydi. Ushbu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'pib erkalayman. Siz uchun bugun sho'xidan kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani.
dilingiz. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Hali ham yonimda